Hammaga assalomu alaykum. Kriptotapchilar. YouTube videomni ko'rgansizlar. Telefonda mining 2022-yilda joylaganman. 71 mingta ko'rishlar bo'ldi. Shuning uchun Kriptotap brauzeri bir tekshirib ko'raychi, ahvoli qanaqa. Shu brauzerni 2 yil davomida men ishlatganman. Prosta misol uchun xohlasangiz YouTube'ga kirasiz, xohlasangiz pochtaga kirasiz. Xullas, prosta ishlatasiz и u sizga satoshini qaziydi, satoshini qilib beradi. Xullas, hozir tekshirib ko'rsam, ichida $65 bor ekan, BTC ko'rinishida, albatta. Xullas, hali ham ishlab kelyapti Kriptotap brauzer. O'sha 4 yildan beri ishlab kelyapti. Bir nechta yangiliklari bor. O'zini NC Wallet chiqdi. Xullas, u kerak emas lekin, chunki bizda Decrypto bor. Yana nimadir ham chiqib ketgan Guide to Altcoins Pool, Halloween bayrami. Xullas, o'zini yangiliklari bor. Mana sahifasi. Discord, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, YouTube kanallari ham mavjud. Hattoki bu yerda nimadir ham bo'lyaptimi? Mana bir nechta videolar mavjud. Xullas, bu brauzer hali ham ishlab kelyapti. Ichida qarasam, даже anavi ham bor. Bitcoinchalarim qolgan. Shuni USDT ga almashtirib sotishim kerak. Albatta, O'zbekistonda rasmiy do'konlar orqali, masalan, Decrypto.uz. Xullas, bu programma hali ham ishlab kelyapti. WinStraw BTC, Increase Speed, Cloud anaqa yechimlar bor ekan. Ammo bu brauzerdan ishlaydimi ekan? Add pool miner reject. Yo'q, faqat telefondan ishlatsa bo'ladi kripto brauzerni. Demak, scam emas, sababi 3 yildan buyog'iga ishlab kelyapti. Agar buni qanday ishlatishni o'rganaman desangiz, mana YouTube kanalimda telefon mining 2022 mobile mining Kriptotap video mavjud. Bu yerda men целый brauzerni farming qilganman. Ya'ni brauzerni ochib, ichida narsalarni qidirasiz, brauzerni ishlatasiz, shuni evaziga sizga bitcoinchalarni beradi. Mana batafsil video hali ham aktual shekilli, chunki hali ham ishlayapti. Kriptotap. Ko'pchilik ishonmadi bu brauzerga, ammo mana necha yildan beri hali ham ishlab kelyapti. Zo'r, ishonchli narsa ekan. Videoning tagida havola qoldiraman.